2 yil oldin mana shu Kia K5 mashinamizga eng sifatli xizmatlarimizdan bittasini qilib berganmiz. Mana shu Kia K5 mashinasi yengiligida orqasidan urilib kelgan edi. Biz bagajlariga chiroyli qilib kraskalarni sepib berganmiz. Bu shpegilovka surib tayyorlangan bagaj, lekin ko'rasizlar, lakka, kraskalari, shpegilovkalari hammasi idealniy turibdi. Blesklarigacha zo'r turibdi. Xullas, okey, mashinani o'zidan boshqasiga ishonmayman. Boshqasiga beradigan bo'lsam, u shogirdlariga beradi, boshqa qiladi deb yana o'zimizga murojaat qildilar. Mashinani oldidan ozgina turtib oldilar. Oldini bitta ko'rsatgan. Hop, oldida qiladigan ishlarimizni kapotlarni almashtiramiz, ablitrovkalarni almashtiramiz, mordani tortamiz, zazolari hammasi ochilib yotibdi, ko'rib turibsizlar. Bundan tashqari banfilar ham qirilgan, mana ham quloqlari ham sinib ketgan. Xudo xolsa bu quloqlarni hammasini yamab, chiroyli qilib o'zini zavod holatini qaytarib beramiz. Okamga yana bir karra sifatni ko'rsatamiz, ish jarayonlarini hammasini ko'rsatib boramiz. Okalar sizlar kuzatib, like ayamasdan bosib turasizlar. Fikringiz bo'lsa kommentariyada qoldirib qo'yinglar. Ketdi mana, ish jarayonlari boshlandi.